ikkinchi qavatga chiqqanimizda birinchi chap tomonimizda hovlimizda oldi tomga qaragan bitta детский hisoblasam bo'ladi. Mini spalnya, shkaflari o'zida. Ko'rishlar mumkin. Buni ham o'zini balkoni bor. Ko'chaga qaragan. Bu bitta spalnya emas. Ikkinchisi mana bu sira bu ham детский o'rinda olsa bo'ladi. Spalnya zona. Bu tomonda o'zi oyna ochiladi xolos. Davomida sanuzel. Ya'ni bu ikkita spalnyani ichida hammom tualeti bo'lgani uchun ikkovsi foydalanishga mana shundan foydalanadi. Sifati a'lo darajada. Asosiy master bedroom bog'ga qaragan balkonlari bilan. Razmerlari yaxshi, kengina, shkaflar o'zida. Manzara. Baho berasiz o'zingizlar. Xo'p. Ushbu master bedroomimizda master bedroomga o'zi shkaflari, sanuzellari kirgan bo'ladi. Ko'rishlar. Sanuzel sifati yaxshi. Xuddi shu ko'rganinglarda townhouse yoki villa Dubaydagi shunaqa zaprosiylar bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Chiroyli lokatsiyalardan chiroyli variantlarni o'zimiz sizlarga to'g'rilab maslahat qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.